Assalomu alaykum ko'pchilik. Qanday ahvolingiz? Sog' salomat uzun bo'libdi. Ekranga chiqmag'ili. Sizlar bilan YouTube kanalim orqali diydorlashmoqlim uzun bo'libdi. Oraliqda bir mezgil yo'qolib ketdim chunki o'rganish, undan boshqa ishlar bilan bo'lib ketib, bu YouTube'ga bek vaqt chiqarib bo'lmadim. Asosliqi doktorlik o'qishim uchun tayyorlik qiladigan imtihon tayyorliklari bordi. Shuningga asosiy vaqtim shunga ketib qoldi. Bu YouTube'ga binoz chiqarishmi, qarmoqqa oddiylik turgan bilan bu bekchiq vaqt va zehn talab qiladigan bir narsa. Bu 10 minutlik 20 minutlik narsani mundaqla ko'rgan bilan yoki uni mundaqla o'tkazib o'tib tugatgan bilan ko'rmanlar. Ammo uni ishlovchilar uchun bu haqiqatan oson emas ekan. Shunga buningga vaqt sarf qilgim kelmadi to'g'risi. Chunki bu asosi meniki qilgan ishim bo'lmag'achqa bu qo'shimcha biri men uchun ham bir havas, ikkinchi biri bir aslima qoldirish, uchinchi biri hamda aqasonliq azroq manfaat yetsa degan umidda qilayotgan ishlardi bu. Buningga bek kuchab ketsam bu asosiy ishimga aylanib qoldi ekan. Shunga uningga chek qo'ygan. Endi chek qo'yish biroz uzrab ketdi. Shunga xili bo'ldi. Chiqmay turib qoldim. Endi bugun bu videoni ishlashimdagi asos sabab shu Amerikadagi prezident saylamiga bo'lgan Uyg'urlarningki qarshi bo'lib Uyg'urlarningki ta bugungacha ya'ni shu Trumpdan voz kechmasligi, Trumpningki yengilganligini e'tirof qilmasligi yoki qilolmasligi, hech nima yo'q, behuda holatda Baydenga o'chib qilishi, hujum qilishlari bu menimcha bo'lganda bu normal bir hodisa emas. Bu bizdeki balkim shu Xitoyning zulmidan kelib chiqqan psixikalik benormallikning bir alomati bo'lsa kerak deb qarayman. Albatta bunun boshqa omillar bo'lishi mumkin. Hamda nima bilan bo'lmasin Trump yengildi. Biden utib chiqdi. Bu bir haqiqat, bu bir reallik. Saylamda aldamchilik bormi, yo'qmi, bu menimcha bizning ishimiz emas. Buni tekshirishga maxsus Amerikaningki federatsiya tarmoqlari bor, sud mahkamasi bor, asosiy qonun sud mahkamasi bor, undan boshqa saylam nazoratchilik komiteti bor. Qisqasi Trumpni qo'llayotgan 75 million xalq bor. Shunga bu aldamchilik bo'ldi, biz adolatni yoqlaymiz deyish bizga yarashadigan bir ish emas. Ammo kishilik nuqtamizdan chiqib turib, kimni qo'llashimiz, kimga qarshi turishimiz yoki qaysi xil iqimni yoqilishimiz o'zimizning erkinligi. Ammo biz hozir dunyoningki bo'libmi tadqiqotchilarningki Xitoyga munosabatli tema izlanguvchilarningki markaziy nuqtasiga aylangan bir millat bo'lish sifatimiz bilan bizningki ish harakatimizga diqqat qiladigan bir bosqichda. Biz xohlagancha so'z erkinligim nima desam deyman deydigan bir no'chilikqa, bundaq bir imtiyozga ega kishilar emas. Biz qil ustida turayotgan bir kishilar. Shuning uchun biz qilgan har bir ish harakatimizga, so'zlarimizga mas'ul bo'lishimiz kerak, diqqat qilishimiz kerak. Shunga Biden haqidagi betaraflama yoki bo'lmasa chekidan oshgan radikal ifodalar, so'zlar bu internet sahifasida bo'libmi Facebooklardan bek yamrab ketdi. Bu bizningki herkesmi adolatni yoqlaydiganligimizningki yoki bo'lmasa Trumpni yaxshi ko'radiganligimizning alomati emas, balki bizningki do'tligimizningki, divanligimizning alomati. Aslida aqlli kishi bo'lsak edik, bundaq narsalarni taqatmaydik. Gerçi Bidenni yaxshi ko'rsakmi, Trumpni yaxshi ko'rsakmi, lekin reallikni qabul qilib hech bo'lmasa sukut qilgan bo'lardik.
va qanday qilib bu pasif reallikni, ya'ni biz ko'rishni xohlamaydigan bu reallikni o'zimizga foydali shaklga o'zgartimiz degan temada izlangan bo'ladi. Hozirgacha qanday qilganda bu Xitoyparast deb turayli tirnoq ichida. Bu Xitoyparast Baydenni qanday qilganda Uyg'urparast qilib bo'ldi. Degan temada izlanish biz uchun eng muhim nuqta edi. Ammo buning o'rniga Baydenni qag'ab, Trumpga hozir ichib, ta'ziya bildirib o'tdik. Albatta normal odatdagi kishilardan bundaq strategik planlarni talab qilish to'g'ri muvofiq emas. Lekin hamda biz hozir chet eldagi har bir Uyg'ur hamda bir millatning vakili sifatida shuna biz qilayotgan ish harakatlarimizga mas'ul bo'lishimiz kerak. Hech bo'lmaganda biz vatandagilar uchun, xalqimiz uchun bir ish qilmasakmi, ziyon yetkazmasligimiz kerak. Shuning o'zimi cho'ng tuhfa. Bilganimizdek o'tgan 20 yil mobaynida asosliqi o'zimizning qutiga o'zimiz pal chepib keldik, nurg'un ishlarni xato qildik va har bir ishimizdan ibrat olmadik. İbrat olmaganligimiz uchun yana davomli xalta ko'chalarda yuriyotimiz, davomli qopqonlarga daslayotimiz, davomli o'zimizningki yo'lni o'zimiz to'sib qo'yapmiz. Shuning uchun endi bunga chek qo'yadigan vaqt keldi. Ya'ni qachongacha biz bu divanligimizni, bu dötligimizni davomlashtiramiz? Kechiringlar, men bundoq deyishni xohlamaydim yana. O'zimizni o'zimiz divan deyishmi yaxshi ish emas. Ammo o'zimizni maqtab ko'ptirib yurganning foydasi yo'q. Biz shonliq millat, ulug' millat, aqlli millat, dono millat deb yurgan bilan qolgan kunimiz shu. Qilayotgan ish harakatimiz shu. Hozirgacha bizningki mayli vatan ichi, mayli vatan sirtida bo'lsin, Xitoyga qarata unumli bir birlik hosil qilolmaganligimiz, unumli taqobil turolmaganligimiz bir amaliyat. Ammo ruhimiz yaxshi. Hech qachon kurashdan voz kechmadik. Qarshilikdan voz kechmadik. Ammo buni biz bir kuchga aylantirolmaganligimiz, buni bir strategiyalik, taktikalik plan atrofida ilib borolmaganligimiz uchun ve bekli çeçilangılıqqa mayil bir millet bo'lganligimiz uchun hammamizningki o'z oldimizga ish qilg'usi keladigan birovlarning atrofiga uyushni xohlamaydigan yoki o'ziga loyiq bo'lmagan insonlar ish beshi bo'lib chiqib oladigan, xijil olmaydigan, nomus qilmaydigan shundoq taraflarimiz bo'lganligi uchun biz bu ruhimizni toza joyi qildirolmayapmiz. Aksicha dushmanimiz Xitoylar bu ruhimizningki yo'qolishi uchun bizdeki bu acizlikni davomli qurol qilib ishlatib kelyapti. Şuna biz bu qizg'inligimizga, bu hayajonimizga ozroq temkinlikniki suyini qo'yish orqali uni biroz aqliy, mantiqli shaklda ilib boradigan holga keltirsak, ishlarimizda texmo qutuq qozongan, dushmanga texmo qattiq taqobil tura olgan ve düşmenge en muhimi yuchuq qoldirmagan bo'lardik. Xo'sh, endi o'z nasihat so'zlashni oz qilib, Trump Biden haqidagi masalalarga qaytib kelaylik. Endi amaliyotda qaraydigan bo'lsak, Trump Uyg'urlar uchun o'ylagandek unda ko'p yaxshi ishlarni qilg'inimi yo'q. Albatta bizga uchrayotgan bu irqiy qirg'inchilik Trump hukumati davrida yuz bergan bo'lg'achqa, Trump hukumatiningki bu axloqiy majburiyati va yer shariga yetakchilik qilish strategiyasi nuqtasidan chiqib turib, bu bizningki masalamizni o'ttirib qo'yishi va buni ko'tarib chiqishi tasodifiylik emas. Ya'ni bizga qilgan alohida bir marhamat yoki iltifot emas. Ammo bunchilikmi qilmasa qilmay tura olamdi, tura olaydi. Chunki bir hukumat bo'lish bilan ba'zi masalalarni tashlab o'tish, ba'zi masalalarni o'ttirib qo'yish, ba'zilarga chinroq esilish albatta uningki erkinligi. Shuning uchun Trump hukumatini Uyg'urlarga nisbatan alohida yaxshilik qilib ketdi deyishga bo'lmaydi.
Ama faqat ko'ngil bilmadi deyishkim bo'lmaydi. E, Albatta, tarixiy nuqtadan aytganda Amerika hukumatlari ichidagi eng ko'p Uyg'urlar masalasini kun tartibga kelib kelgan va ko'ngil bilgan bir hukumat bo'ldi. Ammo buning yana bir tarafi Uyg'urlarmi tarixdagi eng qattiq bostirilish bosqichiga kirdi. Ham Amerika Xitoy munosabatimi 71 yildan buyongi eng qattiq sürkülüş bosqichiga kirdi. Mana shunday universal atmosferadan qaragan chig'imizda bu hukumatninki biz haqimizda so'zlashimi ajablanarli emas yoki bizga qilingan alohida iltifot emas. Albatta, yaxshilik qilganlik uchun bizga mushunchalik bo'lsa-mu ko'nganlik uchun minnatdor bo'lishimiz kerak. Minnatdor bo'lish to'g'ri. Lekin biz butun barlig'imizni shunga atab boshqasidan umidsizlanib, endi bu gapni bizga bundan yaxshisi kelmaydi deb motam tutishimizning hech qanday hojati yo'q. Xitoy Amerika munosabatidagi sheriklashib raqobat mavjudlan bo'ldi ekan, Amerikaningki har qanday bir prezidenti Xitoyga qarata bir strategiya, bir taqobil turish chorasi qo'llanishga majbur. Bu ramkada biz Uyg'urlarningki muayyan darajada yerimizning bo'lishimi muqarrar. Balkim ba'zi hukumatlar buni biraz cho'ngaytishi mumkin, ba'zi hukumatlar kichiklatishi mumkin, ammo muqarrar. Bo'libmi, hozirgidek irqiy qirg'inchilikqa uchrayotganligimiz tadrijiy taraf qilinayotgan bir mezgilda Xitoy bilan zich munosabat o'rnatayotgan Amerika va Xitoy bilan yana eng qattiq raqobatlashayotgan Amerika bizning bu masalamizni qayirib qo'ya olmaydi. Chunki bu bizga yordam qilish uchun emas, balki o'zininki xalqaro ahdnomalari, o'zi imzo qo'ygan ahdnomalar va o'zining davlat ichi qonunlari bilan munosabatli masala. Oddiy misol qaraydigan bo'lsak, mayli Amerikada bo'lsin, mayli Fransiya yoki boshqa davlatlarda bo'lsin, Uyg'urlar masalasi kun tartibga kelgan vaqtda bizga yordam qilish uchun emas, ko'pincha qarasanglar o'z ichidagi kishilarningki, xalqningki o'z hukumatidan talab qilishi, besim qilishi bilan kun tartibga kelyotidi. Chunki bu davlatlarningki shunday munosabatli qonun belgilamalari bor. Agar uningga o'zi rioya qilmasa, boshqalar rioya qilmaydi. Hukumat rioya qilmasa, o'qituvchilar buni o'ttirg'a qo'ydi. Masalan, qaraydigan bo'lsak, yaqinqi mezgilda shu majburiy emgakka oid masalalar bakrak kun tartibga keldi. Nima uchun? Chunki shu davlatningki ichki masalasiga aylandi bu. Chunki Uyg'urlarni majburiy emgakka solgan, Uyg'urlarni majburiy ishlatgan ve şunundan ishlab chiqarilgan mahsulotlar shu davlatlarning bozoriga kirgandan keyin bu davlatningki bu jinoyatga sherik bo'lish masalasi kelib chiqadi. Bunga qarata shu davlatning aslida tuzib qo'yilgan qonunlari bor. Majburiy emgakka qarshi turish, majburiy emgakdan kelib chiqqan mahsulotlarni sotib olmaslik, yordam etmaslik degandek. Bu moddalarni shu davlatdagi parlament a'zolari yoki bo'lmasa advokatlar o'zi o'tirib qo'ydi buni. Aslında bu xil narsalarni biz bekrak o'tirib qo'yishimiz kerak, chunki zangash huquqchi biz bo'lganligimiz uchun. Ammo biz qo'yib bo'lmagan ahvol ostidami shu davlatdagi advokatlar yoki munosabatli kishilar, tarmoqlar buni o'tirib qo'yib chiqadi. Shuning bilan bu bizning masalamiz emas, shu davlatning o'zining masalasiga aylandi. Bo'lmasa, ular o'zi tuzgan qonunga xiloflik qilgan bo'ldi, jinoyatchiga sherik bo'lgan bo'ladi, bizning qinimizga ularni qada qilgan bo'ldi, sherik bo'lgan bo'ladi. Şuna bu mesele bekrak kun tartibga kelyotidi. Mana shu nuqtalarni elib aytgandimi, masalan, nuqul xalqaro munosabat nuqtasini aytganda bekrak kengaytib, birovga yordam qilish yoki birovga o'chmanlik qilish nuqtasidan emas, balki bir muncha ko'plagan dinamiklarningki, o'zgarishchan sabablarningki, omillarningki bir kişiden hasıl bo'lgan. Xo'sh, unda bo'lsa Trump hukumati Uyg'urlarga o'ylagandek, orzu qilgandek yordam qildimi? Yo'q. Mening shaxsan qarashim yo'q. Albatta, mening bu qarashim ko'pincha mutaxassislarning fikrlariga asoslangan. Jamoat fikri degan
yuzaki shakllanadigan narsa, masalalarga obyektiv ilmiy baho berishdan biroz yiroqda qoladi. Ammo mutaxassislarning fikri bo'lsa, obyektiv va ilmiylikka yaqin bo'ladi. Lekin afsuslanarligi ko'pincha ahvolda jamoat fikri mutaxassislarning fikriga asosan shakllanmaydi. Aksincha jamiyatdagi shu jalbkor allo-pullo xabarlar va tahlilchilarningki qarashlari, shularningki so'zmanlarningki ko'p turib bir narsalarni tashviq qilishlari va insonlarningki o'zininki anglag'usi, ko'rgisi bor narsalarni o'zi anglashi va ko'rishi. O anglag'usi, ko'rgisi yo'q narsalarni garchi to'g'ri bo'lsa-mu anglamasligi, ko'rmasligi. Mushu omillar tufayli shakllandi. Shuning uchun jamoat fikrida bo'lib Uyg'urlar ichidagi jamoat fikri deyilgandek, Tramp hukumati Uyg'urlarga unchalik ko'p yordam qilmadi deb qarayman. Xitoyga taqobil turishga kelganda Tramp hukumatining Xitoyga qattiq qo'l bo'lganligi rost, ammo biz Tramp hukumatiningki umumiy yer shari miqyosida qo'llangan strategiyasiga qaraydigan bo'lsak, buningmi Trampningki Xitoyga alayda qattiq tekkanligini ko'ramaymiz. Ya'ni buninki normal bir tegish ekanligini ko'ralaymiz. Nimishqa desangiz, chunki Tramp hukumati Amerikani kuchlantirma degan shiorni ko'tarib chiqib, dunyo miqyosida Amerikaningki rahbarligini ojizlatdi va Amerikaning manfaatini qo'g'dayman deb Amerikaning ittifoqdoshlari va savdo sheriklaridan nurg'un manfaatlarni kesdi va ularga cheklama qo'yish orqali texmi ko'p foydani Amerikaga oqtirishga tirishdi. Masalan, shu qatorda Tramp Yevropa ittifoqi bilan bo'lgan munosabatni yiriklashtirdi. Yaponiya, Koreyaga cheklama qo'ydi. Yana Trampningki Xitoy bilan bo'lgan savdo urushi davatgan tamojna beji to'qinishlarga kelsakmi, bu nuqul Xitoyga qaratgan emas. Agar Tramp hukumati o'zininki Yevropadagi ittifoqdoshlari, Osiyodagi ittifoqdoshlari bularga nisbatan normal e'tibor berish siyosatlarini davomlashtirib, faqat Xitoyga kelganda qattiq qo'llik qilgan bo'lsa edi, u chog'da Xitoyni joyildi desak bo'ladi. Undoq emas. Amaliyotda bu hammasiga qaratdi buni. Hammaga qaratdi. Hamma davlatga qaratdi. Hatto masalan, bir nurg'un musulmon davlatlaridan musofirlarni qabul qilishga cheklama qo'ydi. Namrat aciz davlatlarning odamlarini olmasligimiz kerak dedi masalan. Bizga boylar, aqlliqlar kelsin dedi. Shuning bilan musulmonlarningki ko'ngli ranjitdi. Ondan boshqa o'zining ittifoqdoshlarining ko'ngli ranjitdi. Nurg'un xalqaro tashkilotlardan chekinib chiqdi. Masalan, kishilik huquq komiteti, o bu degandek. Bularning hammasiga qarasangiz, bu hukumatningki Xitoyga unchalik qattiq tekkanligini ko'rolmaysiz. Ya'ni hammaga qattiq tekkanligini ko'ralaysiz. Ammo Xitoyga kelgan chog'da bu nimishqa bakrak qattiq tekkandek tuyuladi desa, menimcha birinchidan biz Uyg'urlarningki fokus nuqtamiz, markazlashgan yerimiz dal mushu. Xitoy Amerika o'rtasidagi munosabat. Bu bir. İkinci biri dünyadamı hamdi Amerikaga birdan-bir jang e'lon qilib raqobatlasha oladigan davlat hozir Xitoy bo'lyapti. Undaq ekan bu ikkisining o'rtasidagi tegishishninki boshqalarga qaraganda qattiqroq bo'lishi normal. Chunki ikkisi kuchli bo'lgandan keyin shunga qattiq tegishga vaqtda. Shunga bizga bu nuqta bakrak gavdalangan. Ammo amaliyotda biz cho'ng rasmga qaraydigan bo'lsak, cho'ng rasmda buningki hammaga qattiq ekanligini ko'ramiz. Endi Bayden hukumati kelaydi. Bayden hukumati Xitoyparastlik qilamdi, Xitoyga yumshoq qo'llik qilamdi. Uyg'urlar masalasiga kelgan chog'da Tramp hukumatiga o'xshash ko'ngil bilmamdi degan masalaga kelsak, bu albatta kesib bir narsa degili bo'ladigan masala emas. Ammo umumiy atmosferadan qaraganda Bayden hukumati Tramp hukumatiga qaraganda biroz qarmoqqa yoki qisqa muddatlik shakllarda yumshoq muomala qiladi. Ya'ni mushni qalaymagan otmaydi.
Bunun o'rniga keng ko'lamli strategik plan doirasida o'zining ittifoqdoshlari bilan bo'lgan kuchni kuchaytirish orqali, hamkorlikni kuchaytirish orqali va xalqaro tashkilotlarga, xalqaro organlarga qaytib kelish orqali Xitoyni atrofli cheklash ustida izlanadi. Albatta bu jarayonda Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabatlarida biraz yumshaydi. Trump hukumatiga o'xshash bir qattiq qo'lliq qilib, bir yumshoq qo'lliq qilib, lingir taqtaq o'ynamaydi. Bunun qaraganda biraz sijil bir siyosat bilan davom qiladi. Umumiy atmosfera mushu. Endi bunda qilishi Xitoyga yumshoq tekkanlik bu. Bu meseleninki postkallisi. Yani Trump'ninki bir muşetip arkadan bir toxtu olib, andaki yeni bir muşetip yeni toxtu olib, şunu bilan plansız, stratejisiz holatda qattiq tegishi Xitoyga ig'ir zarba bo'lamdi yoki Baydenninkiga o'xshash amalga oshmadi, ammo tasavvur bir xil shaklda asta ama etraflık takabül duruş takım önemli zararı bulandı. Bu mesele gelsek elbette cemaat fikri Trump o'xshash shamol chiqarib, buron chiqarib, hech qilmasimi hayy qilganlarnikini cho'ng biladi. Ammo mutaxassislarning fikriga kelsak, mutaxassislar Trump hukumatini Xitoyga taqobil turishdagi eng layoqatsiz hukumat, yani tashqi siyosatda layoqatsiz hukumat deyotganidek Biden hukumatininki bu xil strategiyasini texmi unumli bo'ladi deyotdi. Yani Xitoyni texmi xalqaro yetim qoldirib, texmi Amerikani kuchaytirdi deb qarayotdi. Bunu elib aytgan vaqtda Bidenninki Xitoyga yumshoq tigidi, Bidenning Xitoyga yumshoq tigidi deyish muvofiq emas. Balki unumlik kim zarba berarsa shu qattiq tekkan bo'ladi. Biz masalaga uzoq muddatlik strategiya nuqtasidan qarasak, birkin berib kom serib janjal terib, orqadan yarışib qilib, şunu bilan o'zininki inatini to'kilib, ojizligini isbotlab qo'yib, yurgandan atrofliq asta-asta ilgarilab, uni unumli qistab, ujuqtira olsa, shu qattiq tekkan bo'ladi. Shunga bu nuqtadan qaragan chaqda Biden hukumatining strategiyasini texmi unumli bo'lishi mumkin deb qarayotdi mutaxassislar. Endi bu doiradan, bu noktadan bizning Uyg'ur masalasiga qarasak, menimcha Biden hukumati Uyg'ur masalasida Xitoyga gap so'z jihatlardan biraz yumshoq muomala qilishi mumkin, chunki tashqi ishlar ministri almashidi, Mike Pompeodek bir kishi kelmagan ahvolda uninki o'zininki uslubi bo'ldi hamda. Ammo siyosat jihatdan bek yumshoq bo'lishi notayin deb qarayman. Chunki hozir Uyg'ur masalasida eng yomon yerga berib taqoldi masala. Bu bo'lsa irqiy qirg'inchilik. Bu irqiy qirg'inchilik masalasi muqimlashish oldida turyapti dunyo miqyosida. Agar bu muqimlashgan ahvol ostida shunga hech bir hukumatninki bu masalada yumshoq qo'lliq qilishga nimasi yo'q. Ya'ni imkoniyati yo'q. Bulupmu demokratik bir davlatda, Amerikaga o'xshash dunyoga rahbarlik qilaman deyotgan bir davlatda bu masalaga qarata ko'z yumish mumkin emas. Agar buningga ko'z yumdi deyilsa, u chog'da u rahbarlik huquqini yo'qotdi, voz kechdi degan ma'no chiqadi. O'zining munosabatli qonunlarga o'zi xiloflik qildi degan ma'no chiqadi va Biden hukumatiningki xalqaro ahdnomalarga, xalqaro qonunlarga, xalqaro tashkilotlarga qaytimiz degan prinsipiga bu uyg'un kelmaydi. Chunki xalqaro qonunlar ahdnomalarga qaytib bordi deganning ma'nosi yine Uyg'urlarning masalasini kun tartibga ilib keladi va bu masalada davomli yana Xitoyga besim qildi deganlik bo'ladi. Masalan,
Trump chiqib ketgan kishilik huquq komitetiga qaytib keldi desak, Biden hukumatini, bu yana shu komitetda Uyg'urlarning masalasini o'tirib qo'ydi deganlik bo'ldi. Ve Amerika'nınki yer şaridagi rahbarlik o'rnini kuchaytirdi desak, undaqda bu dal yana xalqaro qonunlarga rioya qilishni, rioya qilmagan davlatlarni jazolashni talab qiladi. Buning uchunmi yana shu Xitoyga Uyg'urlarga qattiqchilik qilib bag'aliq uchun jazo berish kerak. Ondan başqa Amerikadagi yaqinqi yillardan buyanqi Uyg'urlar haqida chiqqan qonunlar va siyosatlarga qarasaqmi, demokratlarningki bekrak Uyg'urlarni qo'llaganligini ko'ramiz. Masalan, shu ma'qullangan Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasini mutlaq ko'p sonda demokratlar qo'llagan, jumhuriyatchilarningki bir qismi qo'llamagan. Nimishqa deganda buningki nurg'un ichki omillar bor. Amerika tarixidan qarasaqmi, demokratlarningki kishilik huquq masalasida jumhuriyatchilarga qaraganda bekrak aktiv ekanligini ko'ra olamiz. Şu mushlardan elib aytganda yana parlamentda ko'p sonliqni egillagan demokratlar hukumatdimi utib chiqqan bir ahvolda buningki texmi foydali bo'lish ehtimolligi yuqori. Lekin yana bir ijobiy tarafi Cumhuriyetçiler o'qituvchi bo'lgan ahvol ostida biz orzu qilgan ya'ni Cumhuriyetçilarningki Uyg'urlarni qo'llashi degan istak bor deyilsa, bu yana ijobiy rol o'ynaydi, chunki Cumhuriyetçilar o chaqda demokratlarni Uyg'ur masalasida Xitoyga yo'l qo'ydi deb tanqidlaydi. Bunda bo'lgan chaqda yana bu bizga nisbatan ijobiy rol o'ynaydi. Shuning uchun men Biden hukumatiningki taxtga chiqishidan umidsiz emas. Chunki Trump hukumati qayta saylangan bo'lsa-mu, men bek umidvor emasdim. Uningki Xitoyga qarata bo'libmi Uyg'urlar masalasida alayda bir harakat qo'llanadiganligi, ijobiy faoliyat qiladiganligidan bek umidvor emasdim. Yani işler şu lingirtaqtaq davamlaşıdığandek ko'rinyapti. Şuna Biden hukumatining chiqishi men uchun bir umidsizlikning bishorati emas. Alayda cho'ng umidni hech birdan kutmayman. Ko'ngildagidek ish hech qachon bo'lgan emas. Ammo hozir chiqib ketgudek, matem tutgudek bir ish yo'q. Şuna muhimi bizningki Trump hukumatiga minnatdorligimizni bildirish, rahmatimizni aytish bilan birga, uningga xo'sh deb, hamda Biden hukumatini qabul qilish, kutib olish va buningki har qaysi ichki kabinet a'zolari bilan bo'lgan munosabatni kuchaytirib, qanday qilgan chog'da bu hukumatga texmi dardimizni anglatib, buningki qo'llashida texmi ko'p ishlarni qo'lga keltira olamiz. Agar o'tgan 4 yilda Trump hukumatiningki yordamida bu holga kelgan bo'lsak, undaqda kelgusi 4 yilda qanday qilganda bundan yuqori bir saviyaga elib kela olamiz yoki hech bo'lmaganda mushu saviyani saqlab qolamiz degan masalalarda izdanish. Bugungi parimiz musharchi bo'lsin. Alloh xolasa yana vaqt chiqqan va muhim temalar o'tirib chiqqan ahvol ostida davomli qarashlarimni o'tirib qo'yib turman. Allohga emanet.